Bunda nima bezovtagarchilik? Bormi, yo'qmi? Kasal bor. Oyoqqa uyush bergan yo'qmi? Uyush berdi bel og'rishidan oldin 15 kun sal. Bodirlar orqasi uyushdi. Ha, ashla sal. Vazn qo'shildimi, qo'shilmadimi? Vazn? Yo'q. Necha kirdingiz? 29. Shu orada yotishingiz og'riq bormi, yo'qmi? Yo'q. Xo'p. O'zi og'rib qoladi-chi, ukalanib qoldirdim men. Bel o'rta umurtqa bor-ku o'sha og'rida. Xo'p. Ish jarayonida abitdan keyin belingiz qotib qolyaptimi? Yurgis kelmay oyoqlaringiz orqasi oqib ketayotganda og'irlik bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, o'ng oyog'ingizni ko'tarib berasiz. Bezovta qilganda qaysi oyog'ingiz bezovta qildi? Mana uni, chapini. Bosgan joylarimda og'riq bo'lsa aytasiz. Og'riq yo'q-a? Yo'q. Xo'p, yutib ko'raman. Qoringa tortganingizda og'riq bormi? Burab ko'rganimizda. Yo'q, og'riq. Oyoqdagi kaftdagi qiziydimi, so'qotadimi? Yo'q. Ikkosi ham bo'lmaydi. Tomir tortishi uyquda. Yo'q. Bunisini ko'taramiz. Bel sohasini ko'ramiz. Belda o'rta sohasida murqa pog'onasining o'tkir o'siqlari joylashgan. Belda muskullari nisbatan taranglashgan. Ildizli og'riq bormi, yo'qmi? Paravertebral nuqtalarni bosib ko'ramiz. Valen nuqtalarini bosib ko'ramiz. O'tirg'ich nerv hosil bo'ladigan joy orqa miyadan sezuvchi harakatlantiruvchi tollar chiqib, o'tirg'ich nervni hosil qiladi. Oyoqni bosgan joylarimda-chi? Yo'q. Yo'q-a? Sonda oldiga og'riq bermayaptimi? Yo'q. Ko'p o'tirsangiz bel qotib qolmayaptimi? Yo'q. Tiklanib olishingiz qiyin bo'lgan yo'q. Sal bo'ldi shu og'rigan paytda. Tiklanib olish. Qotib qolish bo'ldi belda. Tiklanganingizda tiklanmaydi. Mashitlarda og'rishidan oldin mashitlarda og'riq bo'lgan, tortish, uyushish bo'lgan-a? Mashitlarda ayniqsa. Mana yerda bo'lgan-a? Turamiz, pastga tushamiz. Vazn qo'shildimi yo bir xilda turibdimi? Bir xilda. Engashib turamiz mana shu holatda. Engashamiz bir xilda. Bunda nima bezovtagarchilik? Bormi, yo'qmi? Kasal bor. Oyoqqa zing'irlash ketmayaptimi? Yo'q. Bor, mana shu. Xo'p, turamiz. Tanani eshamiz. Endi boshlang'ich daraja umurtqa pog'onasi ildizida disklarda o'zgarish beryapti. Bunday sharoitda albatta kasallikni, har qanday kasallikni davolashdan ko'ra oldini olish kerak. Oldini olish uchun albatta disk faoliyatini ko'rish kerak. Umurtqa pog'ona bu yaxlit bitta sistema, tayanch sistemaning bir bo'g'ini hisoblanadi. Umurtqalar orasida o'ziga yarasha disklar bo'ladi. Disklar. Umurtqa pog'ona, o'sha 31 ta umurtqa bo'lsa, umurtqalar o'zaro disklar orqali bir-biri bilan bog'lanib turadi. Bu disklarning vazifasi amortizatsiya. Engashishda, tikalishda, engashishda, yonboshlashda amortizatsiya vazifasi bor. Umurtqaga erkinlik baxshida qilib turadigan narsa, elastiklik berib turadigan narsa. Umurtqa pog'onani 7-8 xildan ortiq turi kasallanishi bor. Diskga bog'liq, umurtqaning tanasiga bog'liq, o'sig'iga bog'liq kasalliklar bor. Buning uchun tekshirish uchun albatta MRT tekshiruvi sizga MRT tekshiruv qilsa, sizga aniqroq, ko'proq umurtqa to'g'risida ma'lumot yozib beradi.